Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz video olyapmiz. Ish mashinka bo'yicha. Qaranglar, hozir mana mendan chiqqan idea bu. Mashinkamizni video olish uchun chiroyli qilib mashinada emas deb fonarni yoqib qo'yganmiz, chunki yorug' bo'ladi-da, uyimiz yorug' emas-ku. Hozir mana ayam videolarni olyapti. Biz esa mashinkalarni mana bunday qo'yib qo'yganmiz. Keyin taxlab berish uchun hozir biz mashinkalarni taxlab tashlaymizda, keyin ideya-da bu. Taxlaymiz, bitta taxlamaganini video qilamiz, keyin taxlanganini qilamiz. Aya o'zi mashinkalaringiz narxlari qanaqa bo'lyapti? Bitta aytvoring, buni hozir hamma ko'radi-da. Bizda mashinkalar juda ham arzon narxda sotilyapti. Masalan, qaysi mashinkamiz qancha? Mana Zoji mashinkalarimiz bor. Hop. 2600 dan ham qilib beramiz bu mashinkalarni. 2600 ming so'mdan. Keyin mana bu maksimum mashinkalari kelgan, bizga yangilik mashinalar. Buni juda ham ko'rinishi ham chiroyli, ishlari boshida yumshoq. Menimcha Xullas, mashinkalar 2600. Taxlab berishlarini ham bepulmi? Taxlab berish. Garantiya beriladimi? 3 yilga garantiya. Manzillaringiz qayerda manzillaringiz? Manzilimiz Chelak shahri. Chelak shahri. Ulug'bek mahallasi. Yetkazib berish qayerlarga bor? Yetkazib berish Jizzax viloyatigacha yetkazib berdik, besplatni. Jizzaxgacha besplatni. Qolgan joylargachi? Qolgan joylarga ham yetkazib berasiz? Yetkazib berish xizmatimiz bor. Unda masalan, garantiya beriladimi mashinkalaringizga? 3 yilga kafolati bor. Motorlari. Undan tashqari remont ustalaringiz bormi o'zlaringiz? O'zimizda biz endi 25 yil davomida mashinka bilan shug'ullanib kelganman. O'zim xo'jayinim juda yaxshi usta bo'lgani uchun hozir farzandlarimda ham ustachiligi bemalol qila oladi, qo'lidan keladi. Ustachiliklarni ham bemalol o'zimiz ko'rib beramiz. Rahmat aya. Aya bunday qilavermang, odamlar yordam kerak deb o'ylaydiki. Shunaqa mana bu. Hop. Bu mashinkalarimiz mana nima? Utuklar necha pul? Bu janomelar necha pul? Aksiyami bu? Janome mashinkani o'zim ertalab bitta reklama qilib qo'ydim. 1200 dan sotildi bizda. Agar bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, undan ham arzonroq narxda qilib beramiz. Utuk necha pul? Utuklarimiz 350 mingdan 350 ming? arzonroq narxda qilib beramiz. Bu qanaqa utuk? Nimaga uncha arzon? Shangung necha pul? Shangung bu qimmatroq brendga, to'g'rimi? Dazmollari juda ham sifatli bo'lib chiqqani uchun simlari qalin, dastakchalar tezda qizib ketmaydi. Yulduzchalari hamma joyi bir tekis parib beradi. Vijichi? Viji dazmolimiz ham juda ham yaxshi. Bulardan ham hozir 5-6 xil. U ana overlocklaringiz necha pul? Kichkina overlockchalar. Overlocklar 650 ming so'mdan qilib beramiz. Kichkina overlockchani. Va, dahshatli. Bu mashinangizni ishlatib ko'rsak bo'ladimi? Necha pul o'zi bu? Nima bo'lgan? To'g'richoqlarimiz bor bizda hozir. Juka to'g'richoqi bor. Mana bu Jako Overlockdan juda ham yaxshi sotdim. Ovozlari juda ham yaxshi. To'qilishi yoqsa bo'ladimi? Yoqsa bo'ladi. Bu yon ekan. Agar mana tikib ham ko'rsataman klientlar uchun. Bu nomerlaringiz necha? Endi raqamlaringiz necha sizlar? Bizning raqamimiz 94lik 282 1943. Rahmat. Men o'zimning raqamim bor. Kimga mana shunaqa IT yordam, IT videolar qilish, hamma narsani tushunaman. O'zim ustaman. Ish mashinkalarni sotishlarda yordam beraman sizlarga. Choklar juda ham chiroyli chiqadi. Nomerim 88lik 223 33 34. Buni choklarni hech qanaqa tashib ketmaydimi opa bu mashinkalar? Yo'q, bular tashlab ketmaydi. Agar nastroykasi o'zgarsa ham o'zimizda bemalol zapchastlar, hamma zapchastlar topiladi. Zo'rku. O'zimiz remontini ham qilib hamma narsasini o'zingiz qilib berasiz, to'g'rimi? Masalan, call centerlaringiz bormi? Masalan, tushunmagan joyim bo'lsa telefon qilib so'rasam bo'ladimi bemalol? Albatta, bo'ladi. Demak, bu jukkuchi bu nech pul o'zi? Buni mashinkalarni agar Instagramdan kelsa, obunachilardan kelsa agar biz 3 million so'm qilib beramiz buni. 3 million so'm. O'zingizdan kelsa-chi oddiy sizni? Oddiy kelsa? Agar biz o'zimizdan klientlarimiz kelsa ham mayli 3 milliondan qilib beramiz. Faqat videoga bitta like bosib qo'yingizlar. Bo'ldi. Bitta like bossa. Xursand bo'lib qolamiz. Xursand bo'lib qolamiz. Albatta. Mana bunaqalarichi, bular ham ishlaydimi? Ha, albatta. Bu qubeshlar juda ham yaxshi ishlaydi. Bularni men vaqtida 3 milliondan sotardim. Ana Janome Diva nechi pul? Bu originalmi? Uni
$200 qilib $200. sotishimiz kerak edi. Hay, obunachilarimizdan kelsa 2 million so'm qilib beramiz. Bu moychalar nechi puldan? Bu yog'larimiz. Instagramga kelganlar. YouTube'da. Eng toza yog'lardan biza mana zavod o'zidan keladi. Mashinka zavodidan keladi. Mana bachokchalarga solib, arzon narxda 20 ming so'mdan sotiladi. 20 ming so'mdan. Mana shu yog'larni. Janomediva pachka upakovka bor ekan sizda. Kim agar Instagram YouTube'dan kelgan bo'lsa 2 million qilib beramiz agar. 2 million. Hali ochilmagan pachkada turibdi. Bu Fiya mashinkalari 850 mingdan qilib beraman. Bu Pachkada zo'r ekan, ochilmagan. Bitta oddiy ruchnoyda ham 600 ming sotilyapti. Oddiy qora mashinkacha. Lekin bu 24 xil tikadi. buni siz qanday ishlaganlarini videosi bormi? Ishlatilgan videochalarimiz bor. Xohlasangiz ochib ko'rsataman buni. Hop. Ahmad opa. Yana kech bo'lganda bezda. Bu nechagacha ishlaysizlar endi? Sizlar bezda nechagacha qilsak bo'ladi, sizga aloqaga chiqsak bo'ladi yoki uylaringizga qachongacha kelsak bo'ladi? Olib borib bergandan keyin to'lanadimi puli yoki qanday to'lovlar qanday bo'ladi endi sizga qaysi biri qanday bo'ladi? Qanday qulay bo'lsa, klientlarimizga masalan, olib borib bergandan keyin pulini bemalol to'lashsa bo'ladi. Olib borib bergandan keyin to'lashsa bo'ladi. Albatta. Mana jakit o'rchoklarini tuzadiganlari bor. Bularni narxini shuni 200 dan qilib beraman. Shuni Bu 200 juda dan. ham yumshoq ishlaydi. Juda ham yaxshi sotdik. Yaqinda yana keldi. Bu mashikalardan mana 200 ming deganlardan ham bor. Kim xohlasa 2800 dan ham qilib beramiz. Mana jakini Hop. F5 Zamasvet yondi. Ana shu mashikalardan bizda juda ham assortiment ko'p. Bemalol tanlab olish imkoniyati bor. Kimga kerak bo'lsa, biz bemalol telefon raqamini aytib qo'yaman. Bo'ldi? Shuni bemalol olsa bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Bitta like, obuna bo'lib qo'yingizlar. Yana bizlar kontentlarda yana ham sifatliroq bugungi kontentimiz xarajat qilmasdan, hech qanday pul xarajat qilmasdan qilingan kontent bo'ldi. Shuni uyda o'tirgan holatda bizlar uyda o'zimiz optim mashinka sotamiz. 25 yildan beri haqiqatan mashinka sotamiz, lekin bu sohada dadam o'zi tikuvchi bo'lgan, akam tikuvchi bo'lgan, 30 yildan oshgan. Bu narsalarda bizlar ishlab yurishimizga. Yana xohlasangiz bizlarda masalan dastavkalarimiz bor, mana mashinka damazlarimiz, boshqa hamma narsa va o'zimizning faqatgina o'zimizda bo'lgan klientlarimizga bizlar buni nasiyaga bo'lib to'lashga qilib beramiz. Ya'ni boshidan 1 million so'm yoki $100 pul bersa, qolganini 3 oyda yoki 2 oyda bo'lib to'lab olsa bo'ladigan qilib beramiz. Mashina ovozini video montaj qilganda yo'q qo'yishga harakat qilamiz. Xullas, hammaga kattakon rahmat. Yana bir marta like, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlangizlar, iltimos, kattakon rahmat.